Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Karimjon usta obunachilari. Hammanglarga xayrli kech deb akalar, bugun xudo xolasa 3 bosh novvosimiz bor. Zoti bor, pulini oqlaydigan, inshaalloh yaxshi pulga sotadigan mollardan. Sababi bu mollar bilasizlar, firmalarda ham ko'p joyda 12 milliondan sotilyapti, yangi tug'ilgani, 5-10 kunligi. Ular 1 yoshga borib qolgan, bo'ylari 1.30, 1.25 plus, 1.25 shunaqa holatda akalar. Yosh oila 1 yoshga borib qolgan. Orqa boshlari, karobkalari hamma yo'g'i joyida. Yeb ichishlari silyoz sosiga ham yeyapti, mana quruq paya sosiga ham yeyapti akalar. Hech qanday bir aybi nuqsoni yo'q. Oyog'ida, ko'zida hamma yo'g'i joyida akalar. Dehqonni moli xudo xolasa. Ko'rib mana bemalol baho beraverasizlar akalar. Xudo xolasa etlari zo'r olib, rosa baqadigan paytiga kelgan akalarim. Orqa boshlari karobka. Kimga qiziq bo'lsa akalar, nomerlarni qo'yamiz. Narxini 22 million narigi chekasidagi. Ularni 23 milliondan qo'yapmiz akalar. Orqalarini ko'ryapsizlar, hamma yo'g'i karobkalar joyida. Ikkalasi shoxdor variant, buniki shox kuydirilgan variantidan akalar. Mana kichkina mol emas, 1.30 ga borib qolgan akalar. Yosh oyligi 1 yoshga borib qolgan mollar. Orqa boshlari, oyoq qo'llari hamma yo'g'i sog'lom, yashil-pashul bo'lmagan mollar. Yeb ichishi ham joyida akalar. Bemalol 1 hafta garantiyasini beramiz inshaalloh yeb ichishiga. Dastlabkilar vodiy bo'ylab kelishilgan holda qilib berilaveradi, xudo xolasa akalar. Voha tarafga ham kelishamiz, inshaalloh yo'lda qilib chiqaramiz akalar mana. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar, bog'lanasizlar. Yana bir bor aytib o'tyapman. Bo'ylari 1.25 plus, 1.30 ga borib qoladi. Yosh oyligi 1 yosh atrofida, 1 yoshdan o'tmagan. Narxini 23 million ikkalasi, 22 million narigi bittasi. Kelishaveramiz akalar, yakka ham o'ptin ham.